Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda Minbar Talk Showsi va biz doimgidek aynan mana shu maydonga dolzarb masalalardan birini olib chiqmoqchimiz. Barchamizga yaxshi ma'lum, albatta bugun raqamlashgan zamonda yashayapmiz. Sun'iy intellekt barcha sohalarga dadil kirib bormoqda. Ammo uning xavfi darajasi qanday? Biz bugun aynan sun'iy intellektni tartibga solish, innovatsiyalar va fuqarolar huquqlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash masalasi bo'yicha suhbatlashamiz. Studiyamizga soha mutaxassislarini, ekspertlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Avvalo, dastlabki savol shunday bo'ladiki, O'zbekistonda sun'iy intellektni tartibga solish bo'yicha amaldagi normativ baza qay darajada zamon talablariga javob beradi? O'zi umuman yana nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarni takomillashtirish kerak deb hisoblaysiz? Marhamat. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi Prezidentimizning 358-sonli qarorlari bilan 2024-yil 14-oktyabrda imzolangan. Ya'ni bu sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish, mamlakatimizda yangi cho'qqiga olib chiqish uchun muhim strategik qadam bo'lgan. Ya'ni bu hujjat o'zi nimani beradi? Fuqarolarimizga va sun'iy intellekt texnologiyalari bilan shug'ullanayotgan kompaniyalarga desak, misol uchun sun'iy intellekt texnologiyasi o'zi bu yangi texnologiya emas, buni tamal toshlari 1950-yillarda o'sha g'arb olimlari tomonidan, Alan Turing, Jon Makkarti olimlari tomonidan tamal toshi qo'yilgan. Va ma'lum bir muddatda sun'iy intellekt texnologiyasi rivojlangan. Uni keyingi etapida sun'iy intellekt texnologiyalariga bo'lgan qiziqish biroz so'ngan. Va ma'lum bir vaqtdan so'ng, aytaylik 2000-yillarning boshida o'sha katta IT kompaniyalarining paydo bo'lishi, rivojlanishi bilan, ya'ni ushbu sohaga qiziqish ortib borgan. 2000-yillarda o'sha IT kompaniyalarining paydo bo'lishi bilan IT kompaniyalarda katta ma'lumotlar shakllangan. Ya'ni ushbu katta ma'lumotlarni o'qitish va uni shakllantirish uchun insonni qobiliyati desak, misol uchun cheklangan, bilamiz. Shu uchun sun'iy intellekt texnologiyalariga bo'lgan e'tibor yanada ortgan. Va bu texnologiya katta ma'lumotlarni tahlil qiladi, katta ma'lumotlarni tahlil qilib turib, insonday fikrlaydi desak ham adashmaymiz va ma'lumotlarga asoslanib qaror qabul qila oladigan texnologiya sun'iy intellekt texnologiyasi deyiladi. O'zi avvalambor sun'iy intellekt texnologiyasi mana shu aytib o'tdim, 358-sonli prezident qarorlari bilan va undan so'ng Vazirlar Mahkamasining 425-sonli qarori, prezident 189-sonli farmonlari imzolangan ushbu sohani rivojlantirish uchun. Muhim ko'rsatkichlari ushbu qarorlarda belgilanib o'tilgan. Misol uchun, sun'iy intellektni rivojlantirish indeksi bor. Bu Oxford Insights degan tashkilot tomonidan olib boriladi va 2030-yilga ushbu indeksda mamlakatimizni top 50 talik davlatlar qatoriga kiritish bizga vazifa etib belgilangan. Undan tashqari raqamli hukumat loyihalarini boshqarish platformasi bor, MyGov.uz deyiladi. Aholimiz bundan hozirgi kunda juda ham katta foydalanib kelishmoqda tez suratlarda. Ushbu xizmatlarni ulushini 10% ga yetkazish vazifasi belgilangan va undan tashqari IT eksport degan tushunchamiz bor va xuddi shunday sun'iy intellekt eksportini ham 2030-yilgacha 1,5 milliard dollarga yetkazish vazifasi ushbu qaror va farmonlarda belgilab o'tilgan. Albatta, hozir yuqorida aytib o'tganingizdek, sun'iy intellekt bu juda ham katta yordamchi bizga. Ammo unda xavf darajasi ham yo'q emas, chunki qaysidir firibgarlar yoki qaysidir bir niyati to'g'ri bo'lmagan kishilar tomonidan sun'iy intellekt asosida o'sha tizimdagi ma'lumotlar qayta ishlangan holda uni yomonroq yo'llarga ham boshlash mumkin. Bu haqda misol uchun misollar ham hozir ko'payib ketdi, lekin aynan shaxsiy ma'lumotlarni sun'iy intellekt orqali ishlashda, qayta ishlashda qanday xavflar bor o'zi? Keling, mana shu bir bosqichma-bosqich shular haqida ham eshitaylik, ko'rib chiqaylik. Marhamat. Hozirgi kunda sun'iy intellektdan to'g'ri va noto'g'ri foydalanish ham mumkin. Bu mas'uliyat o'zini insonning zimmasiga qoladi. Sun'iy intellektdan hozirgi kunda misol uchun deepfake degan tushuncha bor. Bu degani bir insonni olib, uni yuzini o'zgartirib, bo'lmagan joyda bo'ldi deb ko'rsatib, qilmagan ishini qildi deb ko'rsatish nimalari chiqyapti, misollari. Bunga hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida ham qonunlar qabul qilinyapti bunga qarshi. Ya'ni hozir kuni kecha qabul qilingan qonunda bu narsaga 30 barobardan 400 barobargacha shtraf, jarima belgilandi. Bu har bitta insonni o'ziga bog'liq qanaqa ishlatish sun'iy intellektni yaxshi tomonga ham ishlatish mumkin, yomon tomonga ham ishlatish mumkin. Agar yomon tomonga ishlatilganda bu boshqa insonlarga zarar yetkazadi. Ularni obro'yini tushirishi mumkin va bu
buni natijasida o'sha noto'g'ri ishlatgan insonga ham qonun qarshi kurashadi va unga jarimalar va qonun bilan javobgarlik belgilangan. Hozirgi kunda bilamizki, sun'iy intellekt haqida gapirganimizda biz kelajak texnologiyalari haqida gapirmayapmizda. Hozirgi kunda o'sha hayotimizda bir mavjud bir qismiga aylanib qolgan va asosiy bir hamma sohada, bu davlat boshqaruv tizimlarida, ta'limda, tibbiyotda, aqlli shahar tizimlarini qurishda bir asosiy ko'makchi yoki yordamchiga aylangan bir texnologiya sifatida qaralyapti va undan keng foydalanilyapti. Va shu yerda bir muhim bir masala borki, o'sha sun'iy intellektni nazoratsiz qoldirish yoki uni butun dunyoda va shu bilan O'zbekistonda ham demak mas'uliyatli sun'iy intellekt tamoyillarini yoki tizimlarini yaratish ustida juda chuqur ilmiy va amaliy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ya'ni o'sha aytganingizdek shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi qanday? Bundan tashqari yana o'sha tibbiyotda bilamizki, tibbiyotdagi bemorlarning ma'lumotlari ham juda maxfiy hisoblanadi. Ularning ma'lumotlari tarqab ketishi yoki o'sha xavfsizlik tizimlarida ishlovchi xodimlarning ma'lumotlari tarqab ketishi bu juda katta bir xavf tug'diradi. Buni oldini olish uchun bir qancha tizimlar ham ishlab olib borilyapti, lekin bu yerda bitta narsa borki, ya'ni o'sha tizimlarni haddan ziyod ko'p qo'llash yoki haddan ziyod sun'iy intellekt texnologiyalarini bug'ish deylik yoki ularni cheklash ham demak o'sha yangi vujudga kelayotgan ilmiy yangiliklar, texnologiyalar yoki innovatsion ideyalarni jilovlashga sabab bo'lib qolishi mumkinda. Shunday bir holatda demak sun'iy intellekt tadqiqotchilarini yoki mutaxassislarning asosiy bir vazifasi ikki sun'iy intellektni ham jilovlash va undan samarali va amaliy foydalanishda muvozanatni saqlash. Bu juda ham hozirgi kunda eng bir muhim vosita hisoblanadi-da. Oltin o'rtalikni topish kerak, chunki biz jilovlaymiz deb boshqalardan ortda qolishimiz ham kerak. Biz ya'ni sun'iy intellekt xavf shu paytgacha mana 2020-yillardan bir katta shiddat bilan hayotimizga kirib keldi. Sun'iy intellekt qayta tirilish, qayta vujudga kelish deb aytamiz. Hamkasbimiz ham aytdi, tarixi juda 50-yillarga borib taqaladi o'zi, lekin 2000-yillarda bir katta bir gumburlash bilan hayotimizga kirib keldi. U paytlar demak sun'iy intellekt haqida bizlar xavfli jihatlar haqida umuman o'ylamasdik. Ulardan bor ma'lumotlarimizni yuklardik, xohlagancha ularga ma'lumotlarimizni berardik, shaxsiy ma'lumotlarimizni, shaxsiy tasvirlarimizni va bundan kelib chiqib sun'iy intellekt juda katta ma'lumotlar bazasiga ega bo'lib, ma'lumotlarni qayta ishlab va undan nazoratsiz holatda turli bir qabul qilib bo'lmaydigan ishlar yoki o'sha qonunga zid vazifalarda ham foydalanishlar ko'p uchramoqda hozirgi kunda. O'shanday holatda demak hozirgi kunda o'sha Yevropaning AI Act degan bir normativ hujjati bor. Bundan tashqari o'sha Amerikada qabul qilingan o'sha sun'iy intellektni javobgarligini oshirish, ya'ni o'sha sun'iy intellekt yordamida qilingan jinoyatlarni yoki salbiy oqibatlarga kim javobgar? Chunki sun'iy intellekt bu subyekt emasda, uni javobgarlikka torta olmaymiz biz. Shunday holatda kim tortiladi javobgarlikka? Uni qanday jilovlash mumkin? Agar biz jilovlab qattiq uni jilovlasak, bu yerda sun'iy intellekt asosida masalan u kirib kelayotgan ilmiy yangiliklarni to'xtatib qo'ymaymizmi? Masalan bilamiz 2025-yilda sun'iy intellektga tikilgan investitsiyalar soni hajmi 250 milliard dollardan oshib ketdi-da. Bu demak 2026-yilda ham yana 37% ga oshishi kutilyapti. Demak ularni biz sababsiz yoki uning faqat xavfli taraflarini emas, demak uning ijobiy taraflarini ham ta'kidlagan holda demak muvozanatni saqlash hozirgi kunda eng muhim bir masala hisoblanadi. Albatta, hozir siz aytib o'tganingizdek, aynan masalan javobgarlikka tortish masalasida haqiqatdan ham sun'iy intellekt u subyekt emas, uni ushlab javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Hattoki uni yaratganlarni ham yoki o'sha tizimga ma'lumotlarni kiritganlarni ham. O'zi aslini olganda uning tubi yo'q-da. Demak, nazoratda baribir inson omili bo'lishi kerak degan fikrni tasdiqlay olasizmi? O'zi sun'iy intellekt texnologiyalari yoki tizimlaridan foydalanish bu demak asosiy qaror qabul qiluvchi vositaga aylanib qolmaslik kerakda. Bu yordamchi vosita sifatida foydalanishimiz kerak. Bu tibbiyotdami, sud tizimlaridami, xavfsizlik tizimlaridami, biron bir kasallikni aniqlash yoki o'sha yuzlarni aniqlash va boshqa sohalarda demak oxirgi qaror har doim baribir inson mas'uliyatida qolishi kerak.
to'ppa-to'g'ri aytib o'tganingizdek, uni javobgarligi faqat insonda bo'lishi kerak. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, mana boya ta'kidlab o'tdiki, tibbiyot sohasida mana sun'iy intellekt kirib kelgan, ya'ni bu yerda shaxsning daxlsizligi masalasi bor. Tibbiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ya'ni tibbiy o'zini siyosati bor. Ya'ni kasallikni tarqab ketmasligi, uni maxfiy saqlanishi, u shifokorning o'zida haligi Gippokrates qasamida keltirib o'tilgan. Hozirgi kunda esa tibbiyot sohasida sun'iy intellekt qo'llanilishi yuzasidan bir ozgina ma'lumot beradigan bo'lsam, hozirgi kunda mana tibbiy ma'lumotlar bilan raqamli ishlar beriladi va ularda kasallikka tashxis qo'yiladi. Lekin baribir unda ham jilovni asosiy oxirgi nuqtada ko'rilgan qarorni ekspert shifokor o'zi berishi kerak. Biz mana hozir o'zimizda fundamental amaliy loyihalar amalga oshiramiz va shu doirasida ilmiy tadqiqot olib borganimizda bularda olingan natijalarni oxirgi natijasiga hisobda ekspert sifatida aniq bitta shu soha mutaxassisini qo'yamizda va shu bo'yicha keyin kasallik tashxisi qo'yiladi. Oshqozon yarasi bo'ladimi yoki o'pkani pnevmoniyasi bo'ladimi, qanaqangi sun'iy intellektdan foydalanib, modellardan foydalanib dasturiy majmua ishlab chiqiladi, uni keyin amaliyotga joriy qilinadi. Joriy qilingandan keyin ham baribir oxirgi berilgan xulosani shifokorning o'ziga qoldiriladi. Chunki inson hayotini yoki u shunchaki tizimni qo'liga topshirib qo'yish ham bu to'g'ri yechim hisoblanmaydi. Albatta, fuqarolarimiz bilishlari kerak bo'lgan jihat shundan iboratki, barchamiz buni inobatga olishimiz kerak. Hozir agar o'zi qo'limizdagi gadjetlardan sun'iy intellektni eng sodda bir deylik, ta'bir joiz bo'lsa, vakiliga deylik, endi ko'p platformalar o'shani istagan bittasiga agar mana shunaqa holat deb o'z holatingizni yozsangiz, u albatta javob beradi. Sizga nimadir tavsiya etadi, dorilar tavsiya etadi va siz aytmoqchi, agar juda murakkab va mukammal tarzda tashxis qo'yish kerak bo'lganda, albatta tahlil natijalari, ma'lumotlar kiritiladi, bemorning yoshi, vazni, hammasi kiritiladi. Ammo baribir shifokorgina ko'z oldidagi bemorni his qila oladi. Sun'iy intellekt esa uni hisobga olmaydi. Muhimi shunda. Marhamat, qo'shimchalaringiz bo'lsa eshitamiz. Sun'iy intellekt sohasi hozirgi paytda juda ham ko'plab davlatlarga jadal ravishda kirib kelmoqda. 2024-2025 yillarda oladigan bo'lsak, sun'iy intellekt sohasidagi qonunchiliklar 30 ga yaqin davlatlarda qonunchiligida ko'rsatilgan edi. Hozir 2026-yilga kelib esa ushbu ko'rsatkichlar 75 dan ortiq davlatlarning qonunchiligida, ya'ni sun'iy intellektga oid qonunlar qabul qilinganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bizning O'zbekiston Respublikasining qonunchiliklariga sun'iy intellektga oid qonunlar kirib kelmoqda. Hozir sheriklarimiz aytib o'tganidek, ya'ni sizning shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalangan holatda, rasmingizdan foydalangan holatda, rasm generatsiyasi va shunga o'xshash tahdidlarda sizga qarshi qo'llashda, bunda davlat tomonidan hozir shu belgilab o'tilgan jarimalar joriy etildi. Ya'ni bu 30 barobardan 100 barobargacha jarima joriy etilgan. Ya'ni bu hozirgi paytda 41 million 200 ming so'mda tashkil etadi. Demak, bu jarimalar aynan o'sha sun'iy intellektdan noto'g'ri maqsadlarda foydalangan, birovning qadr-qimmatini kamsitish maqsadida yoki bir shunga o'xshagan holatlar bo'lsa, jarima joriy etilgan. Ya'ni qonunchilikda sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish va nomunosib foydalanishga jarima bor, javobgarlik bor. Yaxshi. Domla, yuqorida aytib o'tdingiz, sun'iy intellekt bugunning gapi, u bugunning texnologiyasi, kelajakning emas deyapsiz. Kelajak balki bundan ham rivojlanib ketishi mumkin. O'tgan asrning boshlarida texnologiyalar kelajak sohasi deb atalgan bo'lsa, 40-yillarga kelib endi kibernetika kelajak sohasi, 60-70-yillarga kelib endi internet kelajak sohasi degan shunaqa bir ilm fanda shunaqa yo'nalishlar bo'lgan. Qizig'i shundaki, bugunning yoshlari aynan bugunning sohasi bilan yashashyapti-da. Yoshlardan ham fikr olaylik. Marhamat, Avazbek. Boya aytib o'tdilar, deepface, ya'ni odamni yuz ko'rinishini o'zgartirib olib, yo bo'lmasa o'ziga moslashtirib olib, shu ma'lumotlardan foydalanishni aytib o'tdilar. Faqat yuz ma'lumotlardan emas, misol uchun katta platformalarda, bazalarda insonlarning ma'lumotlari saqlanadi. Misol uchun uni ma'lumot parollari eng kerak bo'lgan narsa parol hisoblansa, parollari shifrlangan holatda, turli xil shifrlar holatda saqlanadi.
kiber jinoyatchilar misol uchun hujum qiladi. Misol uchun oddiy foydalanuvchi bir kunda misol uchun 10 marta kirib chiqsa platformaga, kiber hujumchi uni buzish uchun kamida bir million martalab so'rov yuborishi mumkin. Shu so'rov yuborish jarayonida biz sun'iy intellektdan foydalansak, maslahatim o'zimni, sun'iy intellektdan foydalansak, u sun'iy ravishda o'zi idrok qiladi va kirib kelayotgan foydalanuvchini cheklab, ya'ni bazadagi ma'lumotlarni ham o'zgartirib, boshqadan shifrlab yo bo'lmasa ma'lumotlarni avtomat tarzda o'zgartirishi mumkin. Demak, ketma-ket berilgan so'rovlar bu firibgarlikka urinish sifatida baholanishi kerak va uni sun'iy intellekt o'zi his qilgan holda, o'zi tushungan holda xavfsizlikni birdaniga o'zgartirib yuborishi mumkin. Ikkinchi bosqichga o'tkazishi mumkin. Juda ham yaxshi, juda ham ajoyib taklif. Keyin misol uchun mana bankda xodimlar ish faoliyatini olib boradi. Misol uchun bitta bank xodimi bir kunda o'zini ma'lumotlar bazasiga 15 marta kirar, 20 marta kirar. Shu sohada ham misol uchun sun'iy intellekt 1000 marta kirib chiqsa, kiber hujumchi buzish uchun avvalambor birinchi qiladigan ishi ko'proq so'rov yuborib ko'radi yo boshqa yo'llarni qilib ko'radi. Shunday ko'proq so'rov yuborgan paytda avtomat uni bloklab, ma'lumotdagi bazadagi ma'lumotlarni yo o'zgartirib boshqa ko'rinishga o'tkazishi mumkin yo bo'lmasa xavfsiz boshqa bazaga avtomat o'zi olib o'tishi mumkin. Ya'ni inson buni qilaman deganicha sun'iy intellekt tezlik bilan o'zgartirib yuborishi mumkin. Xavfsizlik parollarimiz deylik 100 mingta boring 1 millionta kombinatsiyaga ega bo'lishi mumkin-da, lekin kiber jinoyatchilar sun'iy intellektdan foydalangan holda balki ular 1 milliard kombinatsiyani sinab ko'rish imkoniyati bordir. Juda ham to'g'ri taklif bo'lyapti. Xo'sh, bunday holatlarda biz nima qilishimiz kerak? Aynan milliy data markazlar infratuzilmasini rivojlantirish qay darajada ahamiyatli? Marhamat. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari bu sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish juda ham muhim element hisoblanadi. Misol uchun kompyuterni oladigan bo'lsak, kompyuter u ya'ni dasturiy ta'minotsiz u shunchaki qurilma, ya'ni temir hisoblanadi. Sun'iy intellekt ham ikki qismdan iborat bo'ladi, ya'ni hardware va software deyiladi. Ya'ni istalgan sun'iy intellekt modelini qurish uchun avvalambor uni infratuzilmasi mustahkam bo'lishi kerak. Bizning mamlakatimizda hozirgi kunda o'zi dunyoda sun'iy intellekt texnologiyalarini hisoblash, ya'ni вычислительная мощность deydi, hisoblash kattaliklari uchun bir nechta kompaniyalar qurilma, ya'ni GPUlar ishlab chiqaradi. Misol uchun bizning mamlakatimiz, ya'ni eng ilg'or Amerika Qo'shma Shtatlarining Nvidia kompaniyasi bilan shartnoma imzolaganmiz. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt texnologiyalari uchun GPU klasterni biz xarid qilyapmiz. Ya'ni bu nima beradi? Ertaga bu ushbu GPU klaster, ya'ni bizning mamlakatimizda, ya'ni ma'lumotlarni qayta ishlash markazida joylashadi va barcha davlat xo'jalik va subyektlari ushbu o'zlarining ma'lumotlarini ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash markazlarida saqlaydi va bizning GPU klasterlarimizdan ma'lumotlarni qayta ishlash, trening qilish va o'qitish uchun foydalanishsa bo'ladi. Ya'ni bu nimani oldini oladi? Bu avvalambor o'sha hamkasbim ham aytib o'tdilar, ma'lumotlarni sizib chiqib ketishini oldini oladi. Aytaylik, hozirgi kunda biz keng foydalanadigan o'sha ChatGPTlar, Gemini, Groklar, ularning barchasining serveri boshqa mamlakatlarda, ya'ni bizning mamlakatda emas. Bu avvalambor bizning mamlakatimizda 2019-yilda shaxsiy ma'lumotlarni saqlash bo'yicha to'g'risidagi qonun 547-sonli qonun qabul qilingan. Ya'ni ushbu qonunga muvofiq ushbu GPU klasterlarimizni bo'lishi bizning fuqarolarimizga, bizning mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan davlat va xususiy korxonalar uchun bu juda katta imkoniyat ochib beradi. 2026-yil iyul oylariga ushbu GPU klaster ishga tushishi vazifasi belgilangan. Va o'shandagina biz ma'lumotlarimiz xavfsiz ekanligiga nafaqat bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz, balki u yerda davlat xavfsizligi darajasida ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'shimcha qilmoqchiman, bizning ma'lumotlarimiz hozirgi kunda ham xavfsiz, ya'ni o'sha raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazini TSODi bor, ma'lumotlarni qayta ishlash markazi. Hozirgi kunda barcha davlat va xo'jalik organlaridagi axborot tizimlarining ma'lumotlari bizning mamlakatda saqlanadi, ular xavfsiz. Bu men aytib o'tmoqchi bo'lganim, sun'iy intellekt GPU klasteri bu ma'lumotlarni trening qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni bizdagi bor ma'lumotlarni hisoblash uchun GPUlar kerak bo'ladi. Ya'ni aytaylik, kompyuterimizda turgan, misol uchun hozirgi kunda yoshlarimiz o'sha o'ynashadi-ku, kompyuter o'yinlarini o'ynashganda GPUlar kerak bo'ladi, ya'ni hisoblash vositalari. Ushbu GPU klasterlar asosan startapchilar uchun juda ham katta muvaffaqiyat imkoniyatlari ochadi, chunki ularda ma'lumotlar bor va u ma'lumotlarni cloud, ya'ni облачный bulutda saqlash deyiladi. Ular qimmat turadi.
arzon texnologiya emas. O'zlarini ma'lumotlarini shu bizning mamlakatdagi GPUlarda saqlab, imtiyozli tariflar ishlab chiqiladi va qolaversa ijtimoiy sohaga o'sha aytib o'tilgan shu beg'araz o'sha tekinga ham yordam foydalanish imkoniyatlari beriladi. Demak, hozirgi fikrlaringizdan shunday xulosa kelib chiqyaptiki, sun'iy intellektni bizda foydalanish, ya'ni sun'iy intellektdan foydalanish va uni xavfsizligini ta'minlash hozir davlat darajasida e'tiborga olingan. Albatta. Marhamat, fikrlaringiz bo'lsa. Sun'iy intellekt bu hamkasblarimiz aytib o'tganlaridek, bu yordamchi, hammaga yordamchi sifatida yordam bera oladi, ko'maklasha oladi ishida. Misol uchun sun'iy intellektni oddiy universal kalkulyator sifatida ko'rsak bo'ladi. Misol uchun unda faqatgina misol masala ishlamasdan bu har bir kasb egasi o'zini kasbiga oid ma'lumotlardan foydalangan holda sun'iy intellektga yuklab, shu har bitta ishida u yordamida ishini samaradorligini oshirishi mumkin. Misol uchun tibbiyotda hozirgi kunda rentgen, MRTlarni yuklagan holda bemordagi o'zgarishlarni sun'iy intellekt inson payqamagan joylarini o'zidagi algoritmlar orqali, misol uchun kanser, ya'ni saratonni insonda paydo bo'lganini insondan ko'proq aniqlikda hozirgi kunda aniqlab beryapti. Erta bosqichda aniqlash. Erta bosqichda aniqlash. Bu degani davolash samarali bo'ladi. Bu faqatgina tibbiyotda emas, hozirgi kunda dasturchilarni ishlarini yengillashtiryapti. Misol uchun dasturchilar oldin o'zlarini ko'p vaqtlarini kod yozish bilan o'tkazgan bo'lsalar, hozirgi kunda yangi yechimlar, yangi muammolarga yechimlarni qidirib, kodini sun'iy intellektga yozdirishyapti. Bu degani ularning samaradorligi oshdi. Tibbiyotda qo'llanilishi haqida so'zlaganingizda bir jihatga yana e'tibor qaratish kerakligini aytib o'tmoqchiman. Domla, aynan bugungi kunda ilmiy ishlarda ham sun'iy intellektdan foydalanish bu ko'z yumib bo'lmaydi, bor, mavjud va bu kerak. Chunki mana yordamchi sifatida ma'lumotlarni topish, ma'lumotlarni masalan solishtirish, tahlil qilish ilmiy ishlarda bu kerak. Sun'iy intellektdan foydalanish mumkin. Ammo shunday bir xavf yo'qmi? Aynan sun'iy intellektdan dissertatsiyalar yozish yoki boshqa bir demak ilmni qadrini tushiradigan darajadagi foydalanish holatlari bo'yicha ham bir fikr bildirsangiz. O'zi aslida shunaqa narsalar bo'ladimi, bo'lishi mumkinmi? Uni xavfi qay darajada? Juda bir muhim bir mavzuni ko'tardingiz. Demak, hozirgi kunda ilm, umuman ta'lim va shu sohada faoliyat olib borayotgan barcha ilmiy izlanuvchilarni eng bir asosiy muammosiga aylangan bu demak o'sha sun'iy intellekt yozgan dissertatsiyalar, ilmiy ishlar yoki o'sha kitob ko'rinishidagi maqolalar deylik, o'shalarni aynan sun'iy intellekt yozganmi yoki uni shu muallif keltirilgan muallif yozganmi deb aniqlash va unga shubha uyg'otish nimalari juda keng tarqab bormoqda. Lekin bu joyda bitta muammo borki, o'sha biz hozir bugun muhokama qilayotgan temamizda o'sha sun'iy intellektni o'zi jilovlash, undan samarali foydalanishda demak o'sha kim bularni jilovlaydi? Kim mana shu ko'chirmachilik yoki o'sha ilmiy tadqiqotlardan ruxsatsiz foydalanish yoki o'sha ilmiy etikaga amal qilmaslik deb biz nomlaymiz buni. Ya'ni o'sha ChatGPT yoki o'sha AI ilovalari yordamida matnlarni yaratib, o'sha u yaratgan g'oyani, ya'ni mening g'oyam bu deb o'sha himoyalarga olib chiqish, ilmiy darajalarga da'vogarlik qilish, ilmiy unvonlarga da'vogarlik qilish holatlari hozirgi kunda juda keng qo'llanmoqda. Buning oldini olish uchun demak nima qilishimiz kerak degan bir tabiiy savol tug'iladi. Bunda albatta o'zimizni deylik yoki o'sha aholimizni demak raqamli savodxonligini oshirish muammosi hozirgi kunda eng bir dolzarb muammo bo'lib turibdi. Bizlar deylik 2-3 yil oldin raqamli savodxonlik muammosi eng bir dolzarb muammo edi. Lekin bugungi kunda demak biz uni sun'iy intellekt savodxonligini oshirish deb nomlaganmiz. Ya'ni o'sha turli davlat tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan ta'lim sohasi bo'lsin, davlat xavfsizlik xizmati strukturalari yoki o'sha sport, ta'lim deylik, mana shu sohalarda sun'iy intellektni qo'llashda savodxonlik yetadimi kadrlarda?
masalan o'sha xavfsizlik ma'lumotlarni sizib chiqish haqida gapiryapmiz. Mana shularni kim jilovlaydi, kim bularni bartaraf etadi? Demak, shu sohada faoliyat olib borayotgan kadrlarimiz, shu kadrlar yetarlimi degan bir savol borda. O'z kadrlarning salohiyati yetarlimi degan. U yetishib kelayotgan kadrlar hozirgi kunda qanday degan bir savollar bo'ladi. O'shanday bir muammoni bartaraf etish maqsadida bugungi kunda demak o'sha Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bir lokomotiv sifatida faoliyat yuritmoqda. Universitetimiz qoshida demak ilmiy kengash bor. Bunda demak o'sha raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ixtisosligi bo'yicha demak o'sha ilmiy darajalar berish, o'sha sohada faoliyat olib borayotgan barcha tadqiqot ishlarini ko'rib chiqamiz, tahlil qilamiz va uning g'oyalari originalligini muhokama qilamizda. Bundan tashqari demak bizning universitetimizda o'sha tahsil olayotgan talabalarimizni nafaqat raqamli savodxonlik, balki sun'iy intellekt savodxonligini oshirish bo'yicha ham juda katta ishlar olib borilmoqda. Demak, kadrlar tayyorlashga ham e'tibor qaratilyapti. Kadrlarga tayyorlashga e'tibor bermasak, bugungi kundagi raqobatga bardosh bera olmay qolamiz. Chunki doim aytamiz, kelajak yoshlarniki. Demak, yoshlarni biz hozirdan o'sha raqamli savodxonlik dasturlariga, sun'iy intellektdan qanday foydalanish, qanday to'g'ri foydalanish, ko'r-ko'rona emas, noqonuniy emas, unda chegarani ularga o'rgatish, ya'ni o'sha ustozlarni asosiy vazifasi hisoblanadi. Qaysi holatlarda mustaqil ishlarida yoki o'sha hisobotlarida foydalanish mumkin, qaysi holatlarda foydalanmaslik kerak. Foydalangan holda ham iqtibos keltirish degan bir qismi bor. Ya'ni o'sha qaysi sun'iy intellekt ilovasidan foydalanganligini demak o'sha yozgan hujjatida keltirib ketish kerak. Albatta havola berib ketish. Havola berib ketish kerak. Shunda bu ilmiy etikaga amal qilish hisoblanadi. Bundan tashqari demak o'sha hali hamkasblarimiz ham aytib o'tishadi, nima universitetimizda sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha juda katta ishlardan biri demak ilmiy tadqiqot laboratoriyalarini ochish, ularga talabalarni jalb qilish. O'sha hozirgi kunda bilasiz, respublikamizda 5 million sun'iy intellektchi loyihasiga start berilgan. Prezidentimiz rahbarligida Birlashgan Arab Amirliklari bilan birgalikda o'shanda loyihalarda demak bizning talabalarimiz, ustoz o'qituvchilarimiz juda ham aktiv faol qatnashmoqda va o'sha bundan tashqari universitet hududi bilan cheklanib qolmasdan boshqa ta'lim tashkilotlari, deylik iqtisodiyot universitetlari, yuridik universitetlarda ham sun'iy intellektdan qanday qilib ularning sohasida raqamli iqtisodiyotni, sun'iy intellektni qo'llash, huquqiy bilimlarda sun'iy intellektni qanday qo'llash kabida ham seminarlar keng miqyosda o'tkazib kelinmoqda. Umuman olganda, aynan siz faoliyat ko'rsatayotgan oliy o'quv yurti bu yetakchi ta'lim dargohi hisoblanadi bu yo'nalishda. Marhamat, qo'shimchalar. Hozirgi kunda mana ta'lim sohasida sun'iy intellekt deganda ko'pchilik ChatGPT deb tushunadi yoki kodlarni generatsiya qilish uchun Claude AI ni tushunishadi. Ularning hammasi boshlang'ich bilimlarni olish uchun yetarli hisoblanadi. Lekin undan keyingi etap odamni, insonni o'zini haqiqiy ilmga chanqoqligini bosish uchun, haqiqiy ilm qilish uchun u yetarli hisoblanmaydi. Ya'ni hozirgi kunda mana ko'pchilik dissertatsiya yozyapman deydi. Ya'ni tayyor pullik premium versiyani sotib olib yozishyapti, lekin baribir har qanday holatda biz mana universitetimiz qoshidagi ilmiy kengashlarda kengash a'zolari hammasi bu sohani yaxshi egallagani uchun ularni boshidan o'qigandan o'zi farqiga boradi. Chunki mashina yozilgan bilan inson yozganda o'rtasida katta farq bor. Endi bu yerda boshqa savol ham borda. Aynan sizning sohangizdagi ilmiy ishlar emas. Bu yerda masalan aniq fanlar sohasi mayli, u tushunarli. U undan foydalanish mumkin, insonning o'zi ham ishlaydi, lekin ijtimoiy sohalarda sun'iy intellektni ishtirokini, o'sha plagiatni aniqlash menimcha qiyinroqda. Buni qanday qilib ommalashtirish mumkin? Mana shunaqa sizdagi mavjud bo'lgan imkoniyatni butun respublika bo'yicha hozirgi kunda ta'lim sohasida biz o'zimizda mana universitetimizda alohida ta'lim tizimi mavjud. Bizda o'zimizda ichki LMS tizimimizda bu tizimda masalan talaba agarda topshiriqni yuklagan paytda agarda sun'iy intellektdan foydalangan bo'lsa, sun'iy intellektdan plagiat deb chiqarib beradigan alohida band qo'shilish arafasida uni hozir prototip ishlab chiqildida, uni test jarayonida ketyapti hozir. Ya'ni sun'iy intellektdan olib qo'ydi yoki qanaqadir sherigini olib plagiat ko'chirib qo'ydi, ulgurmay qoldida sherigini olib qo'shirib yuklab qo'ydi. Buni oldin yuklab bo'lgan degan masalani
biz shu tizim ishlab chiqilib bo'ldi. Hozirgi kunda yaqin shu 1 oy ichida ta'lim jarayoniga to'liq moslashtirilgan integratsiyasi amalga oshiriladi va bizda bitiruvchi talabalarimiz tomonidan yozilayotgan hozirgi kunda diplom loyiha ishlarini antplagiat darajasini tekshirish uchun 2 yildan buyon plagiatlik sertifikatini olinyapti. Ya'ni o'zimizni Toshkent axborot texnologik universiteti qoshida plagiat tizimi ishlab chiqildi va bu Oliy asosiy komissiyasini o'sha dissertatsiyalarni tekshirish antplagiat tizimi bilan o'zaro integratsiya qilinadi. Hattoki yozilgan diplom loyiha ishlarini ham plagiat darajasi past bo'lsa sertifikat berilmadida va ular qayta diplom loyihasini himoya qilish uchun qaytadan ishlov berish uchun vaqtini kuzda himoya qilish, ya'ni vaqtidan muddati cho'zib berilishi, kechiktirilishi bo'yicha hozirgi kunda shunaqa ishlar amalga oshirildi. Ya'ni bu tizim hozir bizda 2 yildan beri ishlab kelyapti. Albatta, bu qilingan ishlarning barchasi akademik halollikni ta'minlash asosida. Chunki ilm shunday narsaki, u ilmga xiyonat qilib bo'lmaydi-da. Lekin afsuski, uchrab turibdi deyapsiz. Ba'zi o'rinlarda eshitib qolamiz, ba'zi o'sha plagiat tekshiruvlarda sun'iy intellekt yordamida qilingan ilmiy ishlar, maqolalar, dissertatsiyalar yoki qandaydir bir o'sha ilmga bog'liq bo'lgan matnlarni tayyorlashda hattoki 70-80% holatda ko'chirilgan holatlari ilmiy kengashlar tomonidan qaytarib yuborilganligi haqida ham eshityapmiz va bu ham kerak. Qaysi ma'nodaki bu bosqich va o'sha ilmni qilaman degan yoshlar, demak bu yo'ldan borsam xato ekan deb tushunishlari kerak va siz ishlab chiqayotgan o'sha tizimlar bunga yordam berishi tayin. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tekshirish instituti aynan mana shu sun'iy intellektni insonlar bilan barcha sohada muvozanatga olib kelish yo'nalishida yana qanday ishlarni amalga oshiryapti? 5 million sun'iy intellekt yetakchisi loyihasi ishga tushirilgan. Ushbu loyihamiz 2030-yilga qadar davom etadi. Bundan tashqari bu loyiha doirasida siz sun'iy intellektni boshlang'ich etaplarini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu faqatgina talabalar yoki o'qituvchilar uchun emas, bu O'zbekistondagi barcha qatlam uchun joriy qilingan. Bunga kirib bemalol siz o'zingiz bosqichma-bosqich darslardan o'tib va bundan tashqari darslar tugagandan so'ng testlar bor, testlaridan o'tib o'zingizda bilim malakangizni oshirishingiz mumkin bo'ladi va bundan tashqari darslar tugatganingizdan so'ng sizga maxsus sertifikat beriladi. Bu ham bir o'sha har bir yoshimiz uchun foydali hisoblanadi va bundan tashqari ushbu loyiha doirasida tanlov e'lon qilindi. Ya'ni qanday? 100 nafar eng faol, eng yaxshi o'qituvchiga $1000 mukofoti va bundan tashqari 10 nafar yana eng faollarga chet el stajirovkasi. Bundan tashqari 500 nafar o'quvchi talabalarimiz uchun 500 ta notebook va yana 500 nafariga qimmatbaho sovg'alar. Eng yaxshi 3 ta oliy ta'lim muassasasiga esa pul mukofotlari va bundan tashqari respublikamiz bo'yicha eng faol ikkita maktabimizga esa 2 ta elektromobil avtomobillari ham topshirilishi ko'zda tutilgan, ya'ni shu 5 million sun'iy intellekt yetakchisi loyihasi doirasida belgilab o'tilgan. Bundan asosiy maqsad albatta aynan mana shu loyiha doirasida atrofdagilarning qiziqishini oshirish va o'sha 5 million nafar degani emas, balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki aytayaptilar-ku, raqamli savodxonlik bo'yicha biz nafaqat 5 million, balki 38 million aholining barchasini raqamli savodxon qila olsakkina, o'shanda xavfga duch kelmaymiz. Masala shunda. Xuddi shunday. Va bundan tashqari hozirgi paytda ta'lim sohasini oladigan bo'lsak, 2026-yildan boshlab maktab bosqichidanoq sun'iy intellekt darslari qo'shilishi joriy etildi. Va bundan tashqari oliy ta'lim muassasalarida ham sun'iy intellekt darslarini yanada ko'paytirish joriy etildi. Bundan tashqari 2026-yilda yakuniga qadar yurtimizdagi 15 ta oliy ta'lim muassasasida eng zamonaviy sun'iy intellekt laboratoriyalarini joriy etish ko'zda tutildi. Bularning barchasi mamlakatimizning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ya'ni hozirgi kunda insonlarda shunday qo'rquv borki, sun'iy intellekt ertaga bizning ishimizni olib qo'yadi degan. Yo'q, aslida unday emas. Aslida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalana oladigan insonlar, foydalana olmaydigan insonlarning ishini olib qo'yish ehtimoli yuqori. Bu nimaga? Chunki hozirgi kunda bozor konjunkturasi shuni ko'rsatyaptiki,
ko'p davlat tashkilotlari, xususiy sektor kompaniyalari sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan mutaxassislarni izlashyapti. Ya'ni hamkasbim aytib o'tdilar, ya'ni shu 5 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasi aynan shunga qaratilgan. Ya'ni bu yerda asosan o'sha generativ sun'iy intellekt, ya'ni yaratuvchi sun'iy intellekt loyihalari, neyron tarmoqlari o'rgatilinadi va ushbu neyron tarmoqlardan to'g'ri va samarali foydalanishi bilgan insonlarni unumdorligi, samaradorligi ish faoliyatida oshib boradi. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, hurmatli kuzatuvchilarimizga aytib o'tamiz, ya'ni shu 5 million sun'iy intellekt yetakchilari platformasi, ya'ni AIleaders.uz degan platforma kirib, ro'yxatdan o'tib, o'sha kurslar bor, ChatGPTdan qanday to'g'ri foydalanish. Chunki bular albatta hammasi san'at. Ya'ni u bilan to'g'ri muloqot qilishni bilish kerak. Ya'ni bu prompt engineering deyiladi. O'zini hozirgi kunda shunday yangi kasblar paydo bo'lyapti. Aytaylik, o'sha yaqin 5 yil 10 yilda buxgalterlar, moliyachi kasblari bozordan chiqib ketadi bu. Chunki bu kasblarni sun'iy intellekt almashtiradi. Va shuning uchun, ya'ni zamon bilan hamnafas bo'lish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini o'qishi, o'rganishi biz tavsiya beramiz. Ya'ni bu texnologiya, bundan qo'rqish kerak emas, bunga ochiq bo'lish kerak va albatta yangi imkoniyatlarda izlashda davom etirish kerak barchamiz. Rahmat. Aholini ishimizni olib qo'yadi degan masalasiga yaxshiroq tushunish maqsadida qo'shimcha qilmoqchiman. Misol uchun bizlar TATU talabasi sifatida dasturlashni o'rganyapmiz, boshqa narsani o'rganyapmiz. Dasturchini o'zi hozirda dasturchilar sun'iy intellektdan foydalanyapti. Ba'zi bir odamlar o'ylaydiki, dasturchini ishini sun'iy intellekt to'liq olib qo'yadi, boshqa qiladi. Hamma misol uchun men deydi, san qilayotgan ishni ChatGPT yordamida bir minutda qilaman, boshqa narsa qilaman. Lekin oddiy dasturchi bitta proyekt, ya'ni bitta loyiha davomida 17 dan ortiq ishni amalga oshiradi. Bitta dasturchining o'zi. Faqat kod yozish emas, yo faqat boshqa qilish emas. U xatoni izlaydi, qo'shimcha qo'shadi, boshqa qiladi. Misol uchun sun'iy intellektga menga shunaqa narsa qilib ber desangiz, u faqat shuni qilib beradi, lekin o'zidan qo'shimcha qo'shmaydi. Keyinchalik uni mukammallashtirish baribir inson omili aralashishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu degani dasturchilar oldingi o'zi qo'lda yozadigan dasturchilar, ya'ni o'zi mustaqil ishlaydigan dasturchilarga nisbatan hozirda keyinchalik sun'iy intellektdan foydalanib, ya'ni yordamchi sifatida foydalanadigan dasturchilar bozori talabgor bo'lib ketadi, ya'ni chaqqon bo'lib ketadi. Ya'ni oldin birinchi kurs paytlarimizda boshqa paytda o'zimiz qo'lda oddiy bir kalkulyator yo boshqa narsa yaratib ko'rgan bo'lsak, 2 kun, 3 kunlab tinimsiz harakat qilib yaratganmiz. Hozirda esa katta bir saytlarni yo boshqa narsalarni o'zim qilib ko'rganman. Misol uchun 3 kun, 4 kun davomida bemalol tayyorlab sun'iy intellekt yordamida faqat sun'iy intellektga tayanib qolmasdan o'zimiz ham nazorat qilib turib, ya'ni aytganlaridek oxirida baribir qarorni qabul qiladigan, uni tahlil qiladigan inson baribir tahlil qiladigan narsa omil inson bo'lib qolishi meni fikrim bo'yicha shunaqa bo'ladi. Fikringizdan kelib chiqsak, sun'iy intellekt o'z nomi bilan sun'iy. Sun'iy. Ha, uning tabiiy zakovati, tabiiy his tuyg'usi bo'lgan inson baribir nazorat qiladi. Ammo sun'iy intellektdan o'rinli foydalanish uchun bizga o'sha me'yoriy huquqiy hujjatlar ham, prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, hali bugungacha bo'lgan hujjatlar yana davom etsa kerak, chunki kundan kun takomillashib boryapti bu soha. Aynan mana shu prezident farmoni bo'yicha biz fikr eshitmoqchi edik. Marhamat. 2026-yil davomida yuzlab sun'iy intellekt texnologiyalariga oid loyihalarni amalga oshirish, bundan tashqari 2026-yil, 27-yillar davomida sun'iy intellektni yanada o'rganish uchun, chuqurroq o'rganish uchun oliy ta'lim muassasalarida, bundan tashqari umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham darsliklarga qo'shish reja qilingan. Shuningdek, 2030-yilga qadar 1 milliard AQSh dollari aynan sun'iy intellektni rivojlantirish uchun investitsiyalar jalb qilish reja qilingan. Tanlovlarga keladigan bo'lsak, 2026-yil 1-yanvardan boshlab Prezident AI Award tanlovi, ya'ni startaplar uchun, startaplarni rivojlantirish uchun yangi tanlovlar joriy qilinyapti. Rahmat. Demak, davom etamiz. Endi sun'iy intellektni biz O'zbekistonda qay darajada rivojlantirishimiz kerak, xavfsizligi qanday bo'lishi kerakligi haqida gapiryapmiz. Ammo xalqaro maydonda ahvol qanday? Qaysi davlatlar bu borada yetakchi hisoblanadi? Xalqaro tajribadan qanday o'rganadigan jihatlarimiz bor? Domla, marhamat. Yaqinda juda bir sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha juda bir qiziqarli bir ko'rsatuv ko'rdim. Unda u ko'rsatuvda demak hozirgi kunda sun'iy intellekt
eng rivojlangan bir davlatlardan biri sifatida qabul qilinadigan Janubiy Koreyada olingan ko'rsatuv. U ko'rsatuvda Janubiy Koreya Respublikasi prezidenti o'zi ishtirok etdi va bir juda muhim bir so'zni aytdiki, u haqiqatdan juda dolzarb men uchun hisoblandi. Nima dedi? U aytdiki, demak, bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganishdan va joriy etishdan bir kungina kechikish, ortda qolish, bu kelajakda bizni 10 yillab ortga uloqtirib yuboradi degan bir iborani qo'lladi va bu judayam bir keng ma'noli, bu judayam bir haqiqat edi. Shu nimani aytmoqchiman? Shu asosida demak bugungi kunda Janubiy Koreyada o'zim magistraturani, doktoranturani o'sha yerda bitirganman. O'sha yerda 8 yil davomida sun'iy intellekt loyihalarida ishlaganman va bugungi kunda sun'iy intellekt sohasida judayam katta bir ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti Janubiy Koreya davlatida va bu yerda yana bir muhim xalqaro tajriba sifatida oladigan bo'lsak, sun'iy intellekt borasidagi ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish va ularga yetarli darajada investitsiyalar ajratish va bu ajratilgan investitsiyalar kelajakda albatta ortig'i bilan 10 barobar, taxminlar bo'yicha 100 barobar ortig'i bilan investitsiyalar qaytib kelishi prognoz qilinyapti-da, taxminlanmoqda. Shunday holatdan kelib chiqib, men o'ylayman, hozir ham respublikamizda juda ta'kidlab o'tishdi, juda katta mablag'lar ajratilmoqda va o'sha olimlarimizni, sun'iy intellekt sohasida tadqiqot olib borayotgan ilmiy tadqiqot xodimlarini, professor o'qituvchilarimizni yetarli darajada sun'iy intellekt loyihalari bilan ta'minlash, bu kelajakda o'sha bizni boshqa davlatlardan ortda qolib ketmasligimizning bir asosiy bir tayanchi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, hozir Janubiy Koreya haqida gapiryapsiz, lekin baribir endi sun'iy intellekt masalasi bo'yicha, umuman raqamli texnologiyalar bo'yicha dunyoning qaysi davlatlari o'zi asli yetakchi hisoblanadi? Ular bilan hamkorlik aloqalarimiz bormi? Bo'lsa qay darajada? Shular haqida ham bir bilib olsak zarar qilmasdi. Sun'iy intellekt texnologiyalari bo'yicha yetakchi mamlakatlar deb biz AQShni misol keltirsak bo'ladi, Yevropa ittifoqini va Xitoy Xalq Respublikasini misol keltirsak bo'ladi. Chunki ushbu davlatlar sun'iy intellekt texnologiyasini rivojiga ancha yillar oldin ushbu texnologiyani rivojlantirishga qadam qo'ygan va hozirgi kunda ushbu davlatlardagi shu biz foydalanayotgan neyron tarmoqlar, o'sha NLP, LLM modellari, ochiq modellar ushbu AQSh, Xitoy mamlakatlarining modellariga misol bo'ladi. Va bir misol keltirmoqchiman, bir katta xalqaro kompaniyaga ishga yollash davomida endi o'sha mutaxassislar o'zlarining rezyumelarini berishgan, ya'ni erkaklar va ayollar. Ishga olish jarayonida bir qiziq holat kuzatilgan ekan. Ya'ni erkak jinsiga mansub bo'lgan mutaxassislarni ishga olish darajasi ancha yuqori bo'lgan ekan. Aytaylik 70 ga 30 yoki 80 ga 20. Ya'ni bunda ishga olish jarayonini yaxshilab qarashsa, sun'iy intellekt texnologiyasiga qo'yib berishgan. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt texnologiyasi o'sha mutaxassislarni anketalarini filtr qilgan, baholagan va erkaklarni ko'proq ishga olgan. Va buni tagini qarashsa, nega aynan erkaklar ishga ko'p kiryapti desa, sun'iy intellekt texnologiyasi hamma aytib o'tdi, ya'ni bu ma'lumotlarga asoslanib turib qaror qabul qiladi. Ya'ni ushbu modelni o'qitayotganda erkak mutaxassislarning ma'lumotlari ko'proq o'qitilgan ekan. Ya'ni bu yerda ko'ryapmizki, ya'ni data bias deydi inglizchada, ya'ni o'sha yon bosish, ya'ni erkaklarga yon bosyapti sun'iy intellekt. Nima uchun? Chunki u erkaklarni ma'lumotlari asosida o'qigan va ko'rayaptiki, demak, erkaklar ayollarga nisbatan misol uchun ushbu vazifalarni yaxshi bajaradi deb o'ylayapti. Lekin aslida unaqa emas. Chunki u yerda o'sha data bias degan tushunchasi bor, o'shanga yon bosilgan va erkaklar o'z-o'zidan ko'p olinyapti. Ya'ni nimaga aytayapman? Chunki baribir ham oxirgi so'z inson tarafidan, oxirgi qaror inson tomonidan qabul qilinishi kerak. Biz barcha ishlarimizni, barcha hayotimizni, ya'ni sun'iy intellekt texnologiyasiga ishonib topshirishimiz to'g'ri deb bilmayman. Bizdan xuddi shu yo'sinda Germaniya dasturi bo'yicha, Janubiy Koreya dasturlarini bo'yicha o'qib o'rganib chiqdik va bundan tashqari bularda o'rganib chiqish davomida biz hozirgi paytda raqam texnologiya va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida generativ sun'iy intellekt kursini tashkil etganmiz. Ya'ni bu kimlar uchun? Bu davlat tashkilotidagi xizmatchilar, shu davlat xizmatchilari uchun asosan. Bunda nimalar o'rgatilinadi desa, hozirgi paytda faqat ko'pchilik ChatGPT ni biladi, yana bitta ikkita shunaqangi sun'iy intellektdan biladi va
yuzaki foydalanadi. Bizda kursimiz davomida sun'iy intellekt to'liq o'rgatilinadi. Ya'ni sun'iy intellektni qanday to'g'ri ishlatish, to'g'ri prompt yozish va sun'iy intellekt agentlari o'rgatilinadi. Va bundan tashqari sun'iy intellektlar bir-biriga kollaboratsiya qilish jarayonlari o'rgatib boriladi. Shu generativ sun'iy intellekt kursimiz shu chet el tajribalarini o'rgangan holatda, boshqa davlatlarda tajribalaridan kelib chiqqan holatda tashkil etilgan hozirgi paytda. Shu asosan davlat xizmatchilarini o'qitishga qaratilgan kursimiz. Har qanday raqamli texnologiyalarning asosida ilm yotadi va albatta ilmiy yangiliklar haqida yuqorida muhrda siz gapirib o'tgandingiz. Aynan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti sun'iy intellekt kafedrasi yana o'z oldiga qanday maqsadlarni qo'ygan? Hamma sohalarga sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis kadrlar yetishmovchiligi talab juda yuqori, yetishmayapti ham. Shuning uchun bizda hozirgi kunda shu paytlarda 5 ta yo'nalish bo'yicha o'zimizni qisqa muddatli sun'iy intellekt bo'yicha kurslarni tashkil etganmiz. Bularni hozirgi kunda tasdiqlash jarayonlari ketyapti. Ya'ni bular qaysi sohalar bo'yicha? Tibbiyot sohalari bo'yicha, ta'lim sohasi, xavfsizlik, ichki ishlar organlari uchun va yana bir qator davlat tashkilotlari uchun sun'iy intellekt bo'yicha kadrlarni tayyorlash, ya'ni o'zlari mutaxassislarini qayta o'qitish, malakash, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha madaniyatni shakllantirish, ya'ni davlat organlari sun'iy intellekt bo'yicha immunitetini shakllantirish bo'yicha qisqa muddatli kurslar tashkil etilgan. Bular bo'yicha esa sun'iy intellekt kafedrasi professor o'qituvchilari tomonidan shu davlat organlarida ishlaydigan kadrlarni immunitetini shakllantirish bo'yicha qisqa muddatli kurslarni tashkillashtirish amalga oshirilmoqda hozirgi kunda. Juda yaxshi. Endi albatta professor o'qituvchilarning harakatlarini biz baholaymiz va yuqorida aytib o'tganingizdek barcha sohalarda savodxonlik bo'lishi kerak. Ayniqsa yoshlar o'rtasida, chunki yoshlarni o'rtasida bugun sun'iy intellektdan foydalanish ommalashgan. U qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, lekin to'g'ri foydalanish degan masala ham bor-da bu yerda. Aynan yoshlar vakili sifatida Avazbek nima deydi bu haqda? Yoshlar o'rtasida, misol uchun biz talabamiz, bizga o'qituvchilarimiz mustaqil ish beradi, yo bo'lmasa qanaqadir loyiha qilib keladi. Loyihalarda ba'zi bir erinchoq, dangaza talabalarimiz shundaygina so'rovni sun'iy intellektga yuboradi va shunday olib, shunday o'qituvchiga beradi. O'qituvchi ba'zilar endi bal qo'ymaydi, boshqa qiladi. Lekin ba'zi bir talabalarimiz bor, ulardan faxrlansak bo'ladi. Ular o'zi g'oyasini sun'iy intellektga beradi, sun'iy intellekt yordamida uni mukammallashtiradi va o'zi qaytadan tahlil qilib, o'zi yozadi. Bu deganim sun'iy intellektga tayanib qolmasdan o'zimiz ham harakat qilishimiz kerak. Keyinchalik sun'iy intellektdan hozir yana ommalashgan narsa grafik dizaynerlik sohasida sun'iy intellekt rivojlanyapti. Ya'ni rasmlar tayyorlayapti, boshqa narsa qilyapti, yana boshqa narsalar qilyapti. Lekin hozirgi yoshlarimiz Instagramda misol uchun ko'ramiz, reelslar, boshqa narsalar, bilmag'ur videolar yasaydi, yo boshqa narsa qiladi. Shuning o'rniga chiroyli videolar yasasa, chiroyli kontentlar qilsa, yo bo'lmasa chiroyli logotiplar qilsa, yo bo'lmasa qaysidir firmalarga o'zining ishlarini taklif qilib foydalansa, men nazarimda to'g'ri bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellektdan ham o'zini sohasi bo'yicha yo bo'lmasa o'zi to'g'ri foydalanish kerak men nazarimda. Sun'iy intellektda chop etayotgan ma'lumotlar ham har doim ham 100% aniq emas. Chunki sun'iy intellekt avvalambor unda gallyutsinatsiya degan tushunchasi bor, ya'ni sintetik ma'lumotlarni ham yozib yuboryapti. U nimaga? Chunki o'tda sun'iy intellektdan foydalanayotganda prompt engineering muhim rol o'ynaydi. Ya'ni unga asosiy vazifalarni berishingiz kerak. Birinchi navbatda sun'iy intellektning rolini berishingiz kerak. San bugun moliyachi, 30 yillik moliya sohasida tajribaga ega bo'lgan xalqaro mutaxassissan deb rolni berasiz. Undan keyin roldan keyin kontekst berasiz. Ya'ni nima xohlayapsiz siz va undan keyin unga vazifa berasiz. Vazifadan keyin bir ikkita misollar bersangiz, sizga sun'iy intellekt to'liq va aniq ma'lumot chiqarib beradi. Ya'ni agar siz u bilan muloqot qilishni to'g'ri bilsangiz, sizga to'g'ri ma'lumot chiqaradi. Agar siz unga shunchaki loyiqaydlik bilan yondashadigan bo'lsangiz, u sizga sintetik ma'lumot chiqarib beradi, chop etadi va siz uni aytaylik o'sha rahbaringizga yoki ta'lim muassasasiga bersangiz, u ma'lumot fanda bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Albatta buning uchun sun'iy intellekt aybdor emas. Albatta. Aynan o'sha topshiriqni berayotgan shaxsning o'zi aybdor bo'ladi. Sun'iy intellektdan xavfsiz va samarali foydalanish bo'yicha
Sizning fikrlaringiz, marhamat. Foydalanuvchilar undan qanday foydalanishni bilmaydigan bo'lsa, o'z-o'zidan sun'iy intellektni o'zini bazasi bo'ladi. O'sha bazasiga ham putur yetkazishi mumkin-da. Misol uchun ChatGPTni oladigan bo'lsak, ChatGPTda ommalashganligi sababli undan prompt berganingizdan keyin noto'g'ri ma'lumotlar, ya'ni biz kiritgan ma'lumotlarga ham qo'shib javob berishi mumkin. Bu narsa ham muhim deb o'ylayman. Shuning uchun xavfsizligi ham oshadi. Bundan tashqari biz o'zimizni ma'lumotlarimizni kiritmasligimiz kerak. Chunki biz kiritgan ma'lumotlarimiz shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga oid ulardan foydalanishi erkinligini beradi. Kim uni olsa, ya'ni ChatGPT kimga tegishli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni generativ sun'iy intellekt kim qaysi kompaniya tarafidan yoki qaysi shaxs tarafidan ishlab chiqilgan bo'lsa, ularga bemalol erkinlik beramiz va ular foydalangandan keyin albatta noqonuniy yo'llarda emas, masalan reklama uchun sotishlari mumkin boshqa kompaniyalarga. Bu narsa avvalambor, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'zimizdan boshlanadi, ya'ni foydalanuvchilardan. To'g'ri prompt berish, yuqorida aytib o'tilgandek, ortiqcha ma'lumotlar bermaslik. Rahmat. Soha mutaxassislari orasida shunday bir hazilnamo gap yuradi. Microsoft asoschisi Bill Gates o'z shaxsiy kompyuterini yaratib, ya'ni mana shu shaxsiy kompyuterni dasturini yaratgan paytda har bir inson uchun shaxsiy kompyuterda o'rtacha 600 megabaytdan oshiq ma'lumot shart emas degan ekan bir kishi uchun foydalanish uchun. Buni qarangki, biz hozir qo'limizda ko'tarib yurgan gadjetlarda 1-2 terabaytlar ham mavjud. 2000-yillardagi internet bilan undan 10 yil keyingi va undan yana 10 yil keyingi, deylik 2020-yilga va bugungi kundagi internetdan foydalanish ko'lamiga nazar soling. Nima demoqchiman? Zamon juda ham shiddatli rivojlanyapti va bu shiddatning ichida aynan biz bo'lishimiz kerak. Undan ortda qolmaslik kerak. Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar barchasi biz uchun kerak, ammo undan o'rinli va to'liq va to'g'ri foydalanish muhim hisoblanadi. Eng muhimi esa bu yerda xavfsiz foydalanish. Bugungi ishtirokingiz va bildirgan qimmatli fikrlaringiz uchun teletomoshabinlarimiz nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsizlar. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Minbar tok shousining yana bir soni o'z poyoniga yetdi. Mahalla telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, omon bo'ling.